Yuqorida ko'rib o'tdik vatandoshlar bugungi chislo 2023-yil 6-oyning 2-kuni haftaga juma. Leksiyalarni ko'rib o'tdik. Bugungi vaziyatimizni aytsak, hozir Ukraina urushqa, ya'ni umumyuzlik urushqa tayyorlik qilayotganini so'zlab bo'ldik. Endi bu urushning oxirgi natijasi g'alaba qilish, mag'lub bo'lmaslik. Bu dünyanın kutgan umidi, Ukrayna xalqining kutgan umidi, Prezident Zelenskiyning kutgan umidi, andan Ukrayna armiyasining kurash qilish nishonidir vatandosh. Tunugun F-16 harbiy aeroplanlarni Ukraynaga berdiganligi Amerika Qo'shma Shtatlarining buning uchun uçquchilarni, liyotchiklarni tarbiyalaydiganligi to'g'risida to'xtaldik. Bugun endi chet elga qurol, harbiy qurol, yaroq savdosi qilishi cheklangan Yaponiyadan miltiq dori setib olib, Amerika Qo'shma Shtatlari 155 millimetrlik zambirakka o'q yoki dora tayyorlab Ukrayna armiyasiga, ya'ni Rossiya armiyasiga hujum qiladigan Ukrayna armiyasiga bermoqchi bo'ldi. Andan bugun xabarlarda yani Ukrayna armiyasi hozir Rossiyaning chegarasi ichida parakanda qilishga boshladi. Ya'ni umumiy hujumga tayyorlik qilish bosqichida ichki jihat Rossiyani parakanda qilish yoki hujumga o'tishdan burun Rossiyaning ichki qismini parakanda qilish. Bu Ukrayna Yevropaga oid xabar bo'ldi vatandoshlar. İkincisi, endi Tayvan to'g'risida so'zlab kelyapmiz. Endi bu qadam endi konkret qadam vatandosh. Tayvan bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida imzolangan savdo tashabbusi kelishimi bu konkret qadam. Bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari dunyoda qudratli davlat, birdan-bir davlat statusida, birdan-bir davlat vatandoshlar. Mushu davlat bilan hozirgacha xalqaro jamiyat umumyuzlik e'tirof qilib davlat deb tanımagan bir rayon Tayvan bilan yuqorqada kelishim imzolash, buning berib taqiladigan yerini o'tganda sizlarga bir so'zlagan to'q. Endi bu asosda berib taqiladigan gap tamojna masalasi vatandosh. Kelishimning birinchi shakli bu, ikkinchi shakli tamojna masalasi, tamojna munosabati masalasi. Tamojna degan gap bu ikki davlat bir-birini e'tirof qilishi kerak. İkilisi bir davlat atilishi kerak. Amerikada chataq yo'q, davlat, muqaddas davlat Tayvan. Tayvanga endi bu tamojna deb kelyapti bu ish vatandoshi. Buning oxiri qanday chiqadi hozir bir nima deyolmaymiz sizlarga. Sendizchi? Tayvanga tamojna degan yerga yetib kelyapti bu ish. Imzo qo'yib bo'ldi. Bo'ldi, kelishim bitta hech kim o'tolmaydi. Endi shu yerda shuni qistirib qo'yaylikki, yaqinda Jonhua Xalq Jamhuriyatidan Amerika Qo'shma Shtatlarida turishga belgilangan bosh elchi Shefin apandi. Bu ashning bo'lib ketdi bu. Siz kelib, Washingtonga kelib, bir 2 kun o'tmaydi bu kelishimning imzolanishi. Bu qaltis gap, üstüge qaltis gap bo'lib ketdi Shefin apandi. Bu yerda nima sir bor? Junguluqlar masalan qaysi tariqada yo'l qo'yyotsizlar bu ishlarga? Yoki yo'l qo'yish bormi, yo'qmi deganim bo'lma. Nima ish qilsan u tarafda harbiy aeroplan, harbiy suvosti parxod Tayvanga kelayotgani. Bu tarafda siz Washingtonga bosh elchi bo'lib keldingiz Shefin apandi. 2 kun o'tmay 6-oyning 1-kuni Washingtonda Tayvan bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo tashabbusi kelishimi imzolandi desa, endi bu nima bu? Buni siyosiy komediya deymizmi yoki siyosiy tragediya deymizmi? Baş elçi Shefin apandi, men yana qayta masxara qilmoqchi emasman. Sizda endi bu nima tasodiflik deb savol qo'ydim Shefin apandi. Bu nima tasodiflik? Har qanday kichik bolami qo'ydi bu savolni. Siz Washingtonga keldingiz, oyingizni bir topsiga yoki bir pallampay ko'tarmay turiblar. Washingtonda Tayvan bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida
Soda teşebbüsü kelişimge tünce kelişimge yana tahamandak bir enekliği var bir yerde tünce kelişimge imza koyuldu deydi. Bunun şunu hem de kandak söndürüşünü bilmedik Şeyh'in efendim. Bunu kıyayla ben başta ettim. Amerika bir katım sözlügenlik siyem şunlar degen edim vatandaşım. Mesela Rusya sabık Sovyetler yemirilgen deyken Otur Asya'ga kızıkış, Otur Asya'ga kadem koyuş, Otur Asya devletleri bilen münasebet ornutuş, bardı keldi kılış, taşkı siyaset belgeleş cihette Nimiş kıdı Amerika Koşmuş Ştatları hükümeti yaman ilman hareket kıldı degen edim. İşiniz bu vatandaşım. Endelikçi o demek bir yerden de vakit meselesi iken de gap. Vakit meselesi ben başta ettim gol. Hele kazı Rusya bilen var. Rusya zayıfleşkendiyken Amerika bilen Xitay ya gücün gol. Otur Asya kirişki besişki başladık. Ben bu mavzunu kabul kılmayayım vatandaşım herkes. Amerika otur Asya kaçan kirmendi şu vakit kireliydi bu şartsız. Ha dedim misal kaldım bu. 2001 yılı 10. ayının 7. günü Amerika'nın kudretli armisi Afganistan'a kirdi o diplomatiya emeldarlarının kirişkinci gap armiya kirip oldu. Yani nemiş ki Otur Asya'ga cüngüyle besleşip, cüngüyle rekabetleşip kirdi degen gap. Amerika avazdaki haber yazgıcı muhbirinin bunun da sel kalt pemli kıyğallığını sıkıldım. Bunu koyup durayla. Amerika hazır, biz bunu kandakta söyleyimiz. Amerika Otur Asya'ya kiriş kademini tizletti deyimiz vatandaş. Demek Amerika üçün Otur Asya'ya kirişte vakit yetip geldi deyip düşündürümüz vatandaşım. Amerika bu vakit işte de barlıq taraflardı. Meyli diplomatiya, meyli siyaset, meyli davalaş, tibbi davalaş, meyli taşkı işlah, meyli medeniyet almıştırış, hatta meyli harbi işlah. Hemmisi de Amerika Koşmuş Ştatlarının Otur Asya'ya kiriş kademi tizleşti. Tizleşkenliginin delili 5. ayının 25. günü açılgan Kaspi Deniz'den alkış munbiri. Bu yıllık yıkın iken Cumhuriyet her yılı açıldıgan. Bu yıkın katnaşkan Türkiye, Otur Asya, Kavkazya, anden Amerika Koşmuş Ştatları. Bu bek enek, bek doğru, bek delliği bilen. Delliği bile oturgu çıkan siyasetken ha vatandaşım. Arana Türkiye, Kavkazya, Otur Asya. Vah 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 vah. Vatandaş. Demek bunun biz neymi deyimiz? Amerika'nın Otur Asya'ya kiriş kademi tizleşti ya ki kiriş vakti yetip kelgenlik için birinci kademde Otur Asya kirip geldi deyimiz de. İş benim şundak vatandaşım. İş benim şundak olur. Endik hazır bu şekillerde yani bir haber. Başı biz Ukrayna doğrusu toxtaldık endi Moldavya. Moldavya bir müstakil devlet idi. Ukrayna'da acizlik küçük bir devlet. Hazır Moldavya'nın prezidenti, Ukrayna prezidenti Zelenski'ye çakırık yoki müracaat kılıp sen Ukrayna armiyasini Moldavya'ya kirgizisan dedi. Hatalaşmışsam şunda haber. Demek bu yerde gap nima desiniz? Hazır Rusya Moldavya'ya tehdit yürgüzüp atıdı diyen gap. Endenin akıbeti qanday olduğunu aldığımızda görümüz. Moldavya prezidenti hazır Zelenski, Ukrayna prezidenti Zelenski'nin Moldavya'ya harbiy yani askeri kısım evet için talep kıldı. Yani biz başta ettik, Prezident Joe Biden NATO güçlendi, hayati güçke tolup taştı. Çünkü avval Finlandiya, mesela Finlandiya 4. ayının 4. günü NATO'ga a'za bulup kirgenligini Amerika Koşmuş Ştatları tebrikleyen idi. Bugün endi Prezident Joe Biden öz ağzı bilen dedi ki endi Şvetsiya NATO'ga a'za bulup kirdi. Bunun için Türkiye'de yeniden saylamdan çıkan Prezident Erdoğan
ma'qul dedi yoki qo'shildi. Men buningga kapolat beraman. Shuning bilan aytganda NATOning navbatdagi a'zosi 31 dan endi 32 ga ko'paydi vatandoshlar. Rossiya asli maqsadda NATO sharqqa kengayyotidu degan shundaq bir jumla so'zni bahona qilib Ukrainaga tajovuz qildi. Aqbat nim bo'ldi? Ukrainaga tajovuz qildi. Rossiya taqa bu maqsadiga yetmay turib, urush davomlashayotgan shundaq bir paytda NATO sharqqa kengaydi. Finlandiya NATOga a'zo bo'lib kirdi. NATO sharqqa kengaydi. Shvetsiya NATOga a'zo bo'lib kirdi. Buningdan buyon Baltik bo'yidagi davlatlar, Sharqiy Yevropadagi davlatlar, masalan, Rossiya kommunizmining temir tapinidan qutulgan davlatlarning hammasi NATOga a'zo bo'lib kirib bo'ldi. Ukraina urushini boshlagan Rossiyaning sabablari bugun Ukraina urushi davomlashayotgan shundaq bir paytda dunyoviy reallikka aylandi. Prezident Joe Biden men oxiri Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lib kirishiga yaqinda shundaq deymanki, men sizlarga kapolat beraman dedi mana. 6-oyning 1-kuni Amerika Havo armiyasi instituti o'qish bitirish, o'quvchilar o'qish bitirish marosimida. Vaziyat buna vatandoshi. Hozir Rossiyalik prezident Vladimir Putinning degani bo'yicha hamma G'arb dunyosining qo'lida amaliylashdi, reallikka aylandi. Yani NATO deganidek, masalan prezident Vladimir Putin deganidek sharq kengaydi. Yani kim qoldi? Qaysi davlat qoldi? Kim bo'ldi? Atagan Moldoviya yoki bundan keyin Rossiya yana parchalansa, shu parchalangan davlatlardan qaysi NATOga a'zo bo'lib kirishga iltimos qiladi. Buni oldimizda ko'ramiz vatandoshim. Shundaqmi? Ana shu NATO unutib qolmanglar hargiz. Yaponiyada Tokyoda vakolatxona, ya'ni ish boshqarma aloqa munosabat o'rni qurmoqchi bo'lgan edi. Balki u oz kunda ishga oshdi. Shuningdan biz endi nima deymiz? Chundan qaynan 5 qaydi deymiz.